Yangi ochilgan tadbirkorlik subyekti maishiy chiqindilarni olib ketish uchun sanitar korxona bilan qanday qilib shartnoma tuzadi? Yuridik shaxslar va yakka tartibdagi tadbirkorlar bilan qattiq maishiy chiqindilarni to'plash va olib chiqib ketish bo'yicha ko'rsatiladigan xizmatlar bugungi kunda ommaviy oferta shartnomasi orqali tuziladi. Bunda yuridik shaxslar va yakka tartibdagi tadbirkorlarga toza hudud platformasi orqali oferta shartnomalari tuzish belgilangan. 7 mart 2025-yildagi 1044-sonli qarorga ko'ra, chiqindilarni olib ketganlik uchun majburiy to'lovlarni to'lamagan yuridik shaxslarning ham elektr energiyaga to'lov qilish imkoniyati cheklanadimi? Elektr energiyaga to'lov qilish imkoniyatini cheklash bugungi kunda faqat aholi uchun belgilangan bo'lib, yuridik shaxslar va yakka tartibdagi tadbirkorlarga tatbiq qilinmaydi. Chiqindi konteynerlari yetishmasa, qo'shimcha konteynerga qanday buyurtma qilinadi? Yuridik shaxslar va yakka tartibdagi tadbirkorlarga ko'rsatiladigan xizmatlarimizda o'sha chiqindi qutilarini beriladi. Chiqindi qutilariga agar ularning ish hajmi ortib, ish faoliyatida shu chiqindi ko'proq chiqish holatlari paydo bo'lganda ular ariza bilan murojaat qiladi maxsus transport boshqarmasiga yoki filialiga. O'sha arizasi o'rganilib chiqib, ularga qo'shimcha konteynerlar berilish joriy qilingan. Korxona vaqtincha ishlamayapti. Baribir shartnomaga ko'ra chiqindiga to'lov to'lanadimi? Bugungi kunda yuridik shaxslar, yakka tartibli tadbirkorlar va aholiga yagona elektron tizim orqali to'lovlar nazorat qilib boriladi. Agar biron bir obyekt iste'molchi faoliyatini vaqtincha yoki butunlay to'xtatishni istagan bo'lsa, u ariza bilan murojaat qilinadi. Ariza bilan qilingan murojaati zudlik bilan o'sha elektron tizim orqali o'zgartirish kiritilib, vaqtincha yoki butunlay to'lovlar to'xtatib turiladi.